Germaniyaga kelgan o'zbeklar halol go'sht mahsulotlari va O'zbekiston ta'mini beradigan mevalarni qayerdan topadi? Bu mahsulotlarni turk do'konlaridan topishi mumkin. Biz doimiy go'sht mahsulotlari, guruch, mosh, mevalar sotib olish uchun turk do'konlariga tashrif buyuramiz. Mevalarning ta'mi vatanni eslatadi-ya, tarvuzlarning kattaligini aytmaysizmi? Turk do'konlarida biz shu vaqtgacha sinab ko'rgan guruchlar ichida Suntat, Mahmud turlari O'zbekiston ta'miga ancha yaqin, tavsiya qilaman. O'zimiznikiga o'xshagan mosh, grichka, no'xat bularni ham turk do'konlaridan topasiz. Hattoki smichkalar ham bor. Tuzlangan karamlar, tuzlamalar ham topishingiz mumkin. Go'shtni esa tovuq go'shtdan tortib har bir turi, mol, qo'y, qovurg'ali, kabob uchun maxsus barchasidan bor. Eng hayratlanarlisi bunaqa ko'rinishdagi uy uchun kerak idish-tovoqlar, pechlar ham bor. Kelgan vaqtlarimizda xamir yoyish uchun maxsus uxlovni ham shu yerdan topganman. Olmalarni ko'pligini qarang. O'zbekiston bozorlarini eslatadi-ya, Ko'k Sultonni sog'inganlar uchun. Video Germaniyaga yaqinda kelgan o'zbeklar uchun ancha manfaatli bo'ldi-ya. Siz bilan Germaniyadagi o'zbek qizi Aziza bo'ldi.